Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan darsimizdan davomi, ya'ni o'sha o'quv qo'llanmamizdan 38-betni davomidan davom ettiramiz. Iqro va kitub, o'qing va yozing. Demak, biz o'tgan darsda o'sha oxiri i'roblanishi uzrli bo'lgan ta'azzur uchun unda o'sha jar holat zohir bo'lmaydigan, uni i'robi taqdirli bo'lgan so'zlarni o'rgangandik. Shu mavzuda yana davom etamiz. Hada tobibu min Inkaltara. Bu tabib, shifokor Angliyadan. Demak, Inkaltara so'zining oxirida mana alif bor. Uni ham oxiri jar bo'lishi uzrli bo'lgani uchun i'robi taqdirda deyiladi. Ya'ni mo'rob so'z, lekin i'robi taqdirda bo'ladi. Ya'ni i ko'rinishni biz ko'rmaymiz so'zning oxirida. Jar holati. Zahaba Hamidun ila Fransa. Hamid Fransiyaga ketdi. Mahmudun maridun. Mahmud kasal. Huwa al-ana fil mustashfa. U hozir shifoxonada. Zahaba Abdullah min Almaniya ila Inkaltara. Xo'sh, Abdullah Germaniyadan Angliyaga ketdi. Hadal kitabu li Yahya va zalikal kitabu li Isa. Bu kitob Yahyoniki, ana u kitob demak Isaniki. Hadal muhandisu min Amerika. Bu muhandis Amerikadan. Iqro va kitub, o'qing va yozing. As-saburatu amama at-talibi va hiya khalfa al-mudarrisi. Demak, doska o'quvchining oldida, o'qituvchining orqasida va u o'qituvchining orqa tarafida. Ayna saburatul mudarrisi. Mudarrisning sayyoratun ekan. Ayna sayyaratul mudarrisi. Mudarrisning mashinasi qayerda? Hiya amamal madrasati. U maktabning oldida. Ayna baytut tajiri. Tijoratchining, savdogarning uyi qayerda? Baytut tajiri xalfas suqi. Tijoratchining uyi bozorning orqasida. Ayna jalasa Hamidun. Hamid qayerda o'tirdi? Qayerga o'tirdi? Jalasa xalfa Mahmudin. Mahmudning orqasida o'tirdi. Zahaba Ammarun ila suqi. Ammar bozorga bordi. Va jalasa amama dukkani. Va do'konning oldida o'tirdi. Al-kalimatul jadidatu, yangi so'zlar. Al-mustashfa, shifoxona. Almaniya, Olmoniya, Germaniya. Inkaltara, Angliya. Suisra, Shvetsariya. As-sikkinu, pichoq. Fransa, Fransiya. Amama oldida, xolfa orqasida. Demak, mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'zlashtirib olamiz.